Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Video davomida ko'rdilaring, navbatdagi 80X Belarus traktorimiz sotiladi. Manzillarga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati Mingbuloq tumanida turibdi, ishga tayyor holatda. Umuman rasxod yo'g'idan do'stlar. Sizlar uchun yangilardan chiqarib boramiz. Video davomida ko'rsalaring, buni yurgizib, minib, aqa-baqa qilib ko'rganmiz. Oxirigacha o'tkazmasdan ko'ringlar. Kanalda yangilar like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyingi shunaqa yangi yaxshi texnikalar birinchilardan bo'lib sizlarga yetib borish uchun do'stlar, shunaqa texnika ishqibozlarga bu traktorni jo'natib qo'yamiz. Qiziqib yurgan olaman deyotgan akalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar, nomerlar pastga yozib qo'yamiz do'stlar. Xo'sh, keyin shunaqa xizmatlarimiz bor. Kimda shunaqa texnikalar bo'lsa, reklama qilib beramiz. Bemalol murojaat qilaveringlar. Instagram, Telegram, YouTube'ga joylab qo'yib boryapmiz. Ko'rib borayotganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Sizlarni ko'p kuttirmagan holatda buni narxlari, yillari hammasini aytib o'tib ketmoqchiman videoni boshida do'stlar. Like'lar, banglab tashiringlar narxlarni eshitishdan oldin. Birinchi o'rinda narxiga keladigan bo'lsak, bu obunachilarimga atayna egalari bilan kelishib, arzonlashtirib 105 million narx qo'ydik. Ozgina kam bor ekan do'stlar. Yiliga kelsak 2009-yil, dokumentlarda umuman muammo yo'q. Dehqonni texnikasi ekan, bemalol kelib ko'raverasiz. Do'stlar, sizlar uchun o'zim yurgizib, minib ko'rsatib beraman. Ketdik. Ko'rdilaring, ovozini o'zlaring eshitib, baho berib qo'yasizlar. Hadiyat do'stlar, tafsira like'lar mixlab qo'yinglar. Mana do'stlar, ovozini eshitib, xudo xolasa yurishlari cho'tki bir kaltga yuryapti. Bu yoqda muammo yo'q. Mana yurgizib, xudo xolasa ovozini eshitib ko'rdik. Sizlarga bir chekkadan bag'ini ma'lumotini ko'rsatib berib ketaman qo'limdan kelgancha. Xo'sh, video davomida ko'rsatib ketaveraman, aytib ketaman, kimga qayerda qanaqa o'zlaring ko'rib baho beraverasizlar. Oldi balonlar egiladigan bo'lsak, mana shu holatlari. Xo'sh, rollari buna dozator, gidravlika, radiatorlar. Hozir bu yerdan suv oqmaydi, moy oqmaydi chiqa yerdan. Motorlari mana cho'tki holatda ishlayapti. Umuman xudo xolasa aybi yo'q texnikamizda. Apparat shu kunlarda qilib qo'yishgan ekan. Statorlar yangi, ikkita 90lik akkumulyatorlari bor ekan. Horotlari cho'tkisidan ishyapti. Zatni muskarab keladi. Umuman ishi yo'g'idan. Salon sizga oxirida chiqamiz. Orqa balonimiz holati mana ko'ryapsizlar. Texnikamizning orqa ko'rinishidagi holati.
Orqa silindrlar. Qishloq xo'jaliklari. Shu holatda. Ya, o'zini birkalari 2009-yil. Ko'rib 82. Bitta shu balonimizni yorug' bergan, buni almashtirib olasizlar. Qolgan yerda Xudo xolos texnikamiz umuman aybi yo'q edi. Mana shu holat mana. Texnikamizning oldingi ko'rinishda holat. Bitta ichiga chiqib, salon qismlarini ham ko'rsatib o'taman. Bismillah. Kanalda yangilar obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar bizni. Mana shu holatda salonning qismi. Qo'llaringga